Xo'p, 7 kilo ko'mir bilan 40 kvadrat joyda bemalol istaman deydiganlarga bizni mana o'zimizni aqlli ekonom pechkamiz. Xo'p, do'stlar, o'sha logotifini обязательно aytib o'tib ketamiz. Original logotif mashinasi bo'ladi. Aldanib qolmanglar. Undan tashqari buni poddelkasi ham bor. Mana poddelkasini ham olib kelib qo'yganmiz. Mana shu poddelkasi bo'ladi. Mana shu pechkamiz poddelkasi bo'ladi. Ish bilan ishning farqi bor. Aldanib qolmanglar. Buni o'chali bizni ko'pchilik kanalimizni ko'rishyapti, videolarimizni ko'rib 700 ming, 800 ming deyishyapti deydi-yu, xuddi o'sha narsa mana mashinasi. O'sha 700 ming, 800 ming buni kraskalangani bor, unisi bor, bunisi bor deyishyapti. Lekin bizni pechkamiz o'sha biz aytganimizdek logotif tushirilgan, garantiyali, tutamaydi, hid chiqarmaydi, garantasini beramiz. Xo'p, listlarga to'xtaladigan bo'lsak, listlari 208 bo'ladi. O't yonadigan joyi 5 va 6 bo'ladi. Ichiga divoyni qoplangan bo'ladi. Qolgan joylari 208 bo'ladi. Xo'p, bunda nimalar bor deysiz? Bunda kuldoni, zaslonkasi, nagarini tozalaydigan narsasi bor. Xo'p, bunimiz birinchi pozitsiyasi, bunimizning narxi 1 million 100 ming so'm. Orqasiga tapchan qo'shadigan bo'lsa 1 million 150 ming so'm bo'ladi. Gulligidan kerak deydigan bo'lsalar, ham gulli, ham orqasida tapchani borsalar, buning narxi 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Bunimiz 20 ga 20 bo'ladi bular, 20 ga 20. Manularimiz 25 ga 25 bo'ladi. Bular 25 ga 25 bo'ladi. Bunkeri, o't yonadigan joyi 25 ga 25 bo'ladi. Buni ham o'sha aytganimdek listlari 208 bo'ladi. O't yonadigan joyi 5 va 6 bo'ladi. Bunda ham o'sha tapchani full varianti hammasidan bor. Qaysi biridan aytsalaring chiroyli qilib xudo xolasa qilib beramiz. Undan tashqari mayaqdan pachkalarni terib qo'yganmiz. Hozir magazinga qo'yilgan joyidan olib beryapmiz. Magazinga terib qo'yilgan joyida. Undan tashqari ichkarida ham bor. Xudo xolasa chiroyli terib qo'yishgan. Ichkarida ham o'sha aytganimizdek logotif tushirilgan pechkamiz. Hech chiqarmaydi, tutamaydi. 7 kilo ko'mir bilan 12 soat bemalol 40 kvadrat joyda bemalol isitaveradi. Aldanib qolmanglar. O'sha biz aytganimizdek logotif tushirilgan pechkamiz ekonom pechka bo'ladi. Xo'p, do'stlar, to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Yana berilmagan ma'lumotlarimiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalaring, chiroyli qilib, yana video obzor qilib, batafsil tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, pochta xizmatlarimiz bor, dastavka xizmatlarimiz bor. Pochtadan jo'natadigan bo'lsak, to'lovsi oldindan bo'ladi. 220 ming so'mga xonadoningizgacha yetib boradi. Pechkalarimiz narxi 1 million 100 ming so'mdan 1 million 350 ming so'mgacha. To'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.